qarzdorlarga, kredit olganlarga, o'zaro oldi berdilarini joyida hal qila olmayotganlarga, ishida qanaqangidir hayotida moliyaviy qanaqangidir tanqisliklarga duchor bo'lgan mu'minalarga eslatma. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayn va qahri rijal. Buning ma'nosi: Allohim, sendan g'amdan va xafachilikdan panoh so'rayman. Sendan ojizlikdan, dangasalikdan sendan panoh so'rayman. Sendan baxil bo'lib qolishlikdan, qo'rqoq bo'lib qolishlikdan panoh so'rayman. Sendan qarz menda g'olib kelishlik, ya'ni qarzdor bo'lishlikdan sendan panoh so'rayman va odamlarning qahriga qolishlik, ya'ni odamlar meni yomon ko'rib qolishligidan sendan panoh so'rayman degan duo, albatta duo katta kuch, katta manfaat, Alloh taoloning inshaalloh fazli. Bu duoni kim shomdan keyin 10 marotaba yoki bomdod namozidan oldin yoki keyin 10 marotaba yoki 100 marotaba o'qisa, albatta tez muddatda qarzdan xalos bo'ladi.